xohlagan narsamni olib berasiz. Qurumsoq ading 100 ming so'm bergan. Qayerda 2 kilo go'sht olishimiz kerak. Tug'ildim, bozorda bo'g'ildim. Razmering nechi? 37. 44 ni bering. Nihoyatda katta-ku bu. Buning ichiga men bilan akam sig'amiz-ku. Bu akenga. Sen akandan qolganini kelsa. O'tar ketar bu qora kunlar. Ona chanqadim. Uyda ichasan. Xo'p, okey, real kundaligi yo'qmi? Barsaniki bor. Amal beravering, tanaffusda. Tualetga ishlatamiz. Zo'r ekan, ha? Buningiz nechi pul? 500 ming. Yoqdimi? Olib beringmi? Boshqa do'konlarni ham ko'raylik. Olib bermayman. Buningga nima sig'adi? Velosiped noski. Nima? Odam anatomiya sig'adi 37-betmida. Oxirgi pulimizni yo'l kiramiziga qo'ygan. Sharmanda qilmang. Yo'q, kenay to'g'ri kelmaydi. Yolg'iz ona bo'lib shu bolamni katta qildi. Dadam turinglar-ku. Yetim bolamga rahmingiz kelsa. Bo'ldi. Tiriklayin dadamni ko'rgatingiz. Oling mana bu mening qo'qon ko'ynigingizni. Turechki bu. Sibati bo'lmoqda.